Ya'ni maqol jinsidan degani bandaning tili oshkor qilgan lafzdan. Siz bilan bizni kalomimiz bilan Alloh taoloning kalomi o'rtasida farq bor. Mana endi Qur'oni Karimga bo'lgan e'tiqodimiz. Qur'on degan so'z lug'aviy ma'nosi o'qimoq, jamlamoq, bir-biriga qo'shmoq ma'nolarni anglatadi. Ulumul Qur'on istilohida aytiladi, Qur'on nima? Muhammad alayhisalomga nozil qilingan hamda tilovati ibodat sanaladigan Alloh taoloning kalomi. Payg'ambarimizga nozil bo'ldi, uni tilovat qilsak ibodat bo'ladi. Shu Alloh taoloning Qur'oni kalomi deyiladi, birodarlar. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodida Qur'on maxluq emas. Maxluq degani avval bo'lmagan, keyin paydo qilingan, keyin yo'qolib ketadigan narsa. Tushunarlimi? Avval yo'q edi, paydo bo'ldi,